Bundan bir necha yil avval aynan tonirovka bu aslida jinoyat emasligi va konstitutsion huquq ekanligi haqida gapirib, qaysidir ma'noda uni biroz arzonlashishiga erishgan edik. Ammo oradan vaqt o'tdi, bugungi kun holatiga tonirovka narxi 1.136 ming so'mga qimmatladi. Savol tug'iladi. Uni tan narxi bormidiki, oshishi kerak. Bazaviy hisoblash miqdoriga bog'liq. Nega bog'lab qo'yildi? Uni qanday tan narxi borki, u yil sayin oshib borishi kerak. Mavsumiy oynalar tusini o'zgartirishga ruxsat, mamnun, ko'ngli to'q, kayfiyati ko'tarilgan va agressiyaga moyilligi pasaygan haydovchilarni beradi. Hozir e'tibor bersangiz, har 3 ta haydovchidan 2 tasi agressiv. Kerak bo'lsa tushib sizni do'pposlaydi va sizni bo'ralatib so'kadi. Nega? Kayfiyat tushib ketgan. Keling, shularni kayfiyatini ko'tarish uchun mavsumda bir yangilik qilaylik. Bu esa bizga oxir oqibat ana shunday juda ham katta 4 milliondan oshqoroq bo'lgan haydovchilar hamjamiyatini kayfiyatini ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Bu yaxshi yangilik emasmi? Bemalol kommentda o'zingizni fikrlaringizni izhor etgan holatda bu videoning maksimal darajada tarqalishini ta'minlab bering.